Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. 2007 19 yanvar Moskvaning zimiston qish oqshimida butun Rossiya va mustaqil davlatlarni zilzil keltiradigan bir fojia yuz berdi. Bu dal Rossiya va butun mustaqil davlatlar do'stligiga keng tunilgan naqshimiz Murat Nasirovning o'limidir. Bugungi programmamizda biz Murat Nasirovning saltanatli hayoti bilan tanishib chiqamiz. Uyg'ur xalqining faxrlik naqshi cho'lpani Murat Nasirov. Buningdan 13 yil ilgariki 19 yanvar kuni Moskvaning qismistonliq oqshimi butun Rossiya va mustaqil davlatlar do'stligini zilzilaga solgan bir fojia yuz berdi. Bu butun Rossiya va mustaqil davlatlar do'stligiga keng tonilgan naqsh cho'lpani Murat Nasirovning tragediyalik o'limi edi. Şu günü akşamıla Moskva televiziyonlari, asosliq gazetlari, taratqullari tushmu-tushdan bu tragediyani xabar qildi. Tuyuqsiz paydo bo'lgan bu xabar millionlagan rossiyaliklar, ya'ni uning muxlislari ochiq ko'z yoshlarini to'kishib, Tambovaga barmoqchi bo'lgan bala. Sen demak men oydin kechalar qatorliq naqshlarining sho'x, yangroq va mungluq sadolarga jo'r bo'lib Murat Nasirovni eslashdi. Ertasidan boshlab butun Rossiya mustaqil davlatlar do'stligi allari, gazetlari, televiziya kanallari Murat Nasirovning o'limiga oid xabarlarni orqa-orqadan e'lon qilishdi. Kishilar Moskva gazetlari va taratqullarining Murat Nasirov o'zini o'ltirib oldi. Murat Nasirov o'z uyining balkonidan sakridi. Murat Nasirov zaharlik chekimlik chekkan edi degandek turli uchurlarga ishonmadi va matbuotlarda o'xshashla Murat Nasirovning hech qanday zaharlik chekimlik chekmaydiganligiga umidvorlik bilan qaraydigan yangi ijodiyat planlarini tuzib izlanayotgan, shuningdek ikki farzandning ko'yimchan otasi ekanligi, uning qasdga uchragan bo'lishiga oid uchurlar va farazlarmi o'tirg'i chiqdi. Shuning bilan Murat Nasirovning o'limi birdilla sirliq o'limga aylangan bo'lib, kishilar bu sirning ochilishini kutdi. Saqchi organlarining tekshirish xulosasi bo'lsa, Muratning o'limining o'zini o'ltirib olish ekanligini o'ttirg'i chiqarishi kishilarni texmi sirliq savollarga cho'mdirdi. Mana bu tragediyaga 13 yil bo'ldi. Biroq Murat Nasirovning o'limi yanala sir bitim qilaverdi. Uning naqshlari o'xshashli yangraverdi. Rus cho'lponlari, Muratning do'stlari uni yod etib, uning yiqimliq va lirik ovozi bo'yicha uning naqshlarini o'rindash orqali mazkur talantli cho'lponga Muratning o'limiga chunqur qayg'urib, uning meyiti bilan xo'shlashayotganda biz eng talantli va yiqimliq bir ovozdan ayrildik degan edi. Demak, eng talantli, qobiliyatli cho'lponlarning eng kuchli raqobat va elishish maydoni bo'lgan Moskvada g'olib chiqib, 1997 va 2003 yillar orasida Moskvaning Pugachyova, Filip Kirkorov, Oli Gazmanov, Alyona Apina qatorliq eng donliq 10 necha cho'lponlari qatoridan televiziya ekranlari orqali butun rossiyaliklarning jumladan sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib chiqqan davlatlar san'at muxlislarining qalbidan chunqur o'rin olgan artist bilan xo'shlashgan bo'lsa-mu, biroq Murat Nasirov degan bu ism Rossiya zamonaviy naqshi san'atining oldingi o'rnini saqladi. Gerçi Murat Nasirov vafot bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning naqshlari, naqshi aytayotgan ko'rinishlari o'xshashli yangramoqda. To'limi ma'nalik bir nuqta Murat Nasirovning o'lim xabarlarining hammasiga, shuningdek uning uchurlarining hammasiga dunyodagi eng donliq Uyg'ur, Murat Nasirovning millati Uyg'ur degan sifatlar qo'shilish unutilib qilinmaganligi uchun texi Uyg'ur haqida hech qanday ma'lumotga ega, hatto nomini anglab baxmagan ruslar, Yevropaliklar, butun mustaqil davlatlar kishilari Murat bilan birga Uyg'ur millatini bilgan edi. Murat Nasirov kim? U 1969-yili Olmata shahrida tug'ilgan bo'lib, dadasi İsmail Nasirov ve onisi Xotira xonimlar
1958 yılı Uyghur elinden Sovet İttifaqının Qazaqstan İttifaqdaş Cumhuriyetiga köçüp çıkıp Almatada o'ltiraqlashib qolgan. Murat oiladagi 5 farzandning biri edi. Uning san'atdagi qobiliyatining yetilishiga dadasining ta'siri zo'r bo'lgan. Dadasi İsmail Nasirov asli kasbiy san'atkor bo'lib, Qashqarda dunyoga kelgan. 1940-yillardan boshlab Qashqar, Oqsu qatorliq joylarda san'at guruhlarida ishlagan. 1945-yili 8-oylarda Sopaxin Sovrovning boshchiligidagi Sharqiy Turkiston Milliy armiyasining bir guruhi ichida Oqsu atrofida janglarga qatnashgan. Murat Nasirov haqida tarix fanlari doktori Nabijon Tursun mundaq dedi. Lekin o ölüp ketişini aldın, nurgun planlarını düzgen, Amerika'ya gelmekçi olgan, ayalı bilen resmi toy morasimi ötkezmekçi olgan, onun aldıda çoğun toylarını kılmay, nikah bilen atanısının aldıda turup diken, nurgun planları olgan, yeni icadiyet planları olgan. Şuna kişiler onunki yüzünü öldürüp aldı degenge işenmezliklik sebebi şu halde. Umumen Murat Nasirov hazırgıça tehi özünün danlıqlığını yo'qotgani yo'q. Ölüp ketgeni 13 yıl oldu. 13 yıldan bu yan danlıq Rus naqşçıları daim eslep durdu. Hatta onun naqşı aytıvatkan kıyafetlerini ahangı boyunca çolpanlar arasında dorap eytidigan aşındaq bir ahvallar var. Televizyon filmlerde göründü. Bu 2017 yılda bir qatam onun vafatının 10 yıllığı münasebetiyle Qazaqstan'dan çok bir hatırlaş, eslaş televizyon programması ötküzüldü. Umumen Murat Nasirov hazırgıça kişiler tarafından tehi unutulup ketilmegen, daim eslanıvatkan, şundaqla onun naqşıları hazırgıça yani özününki anlarmelleri tarafından, körermelleri tarafından huzurlanıvatkan bir naqşı çolpadı. Muratning san'at hayoti mana mushu oiladagi san'atning ta'sirida yasli va maktabdagi chog'lardan boshlab ko'rilishga boshlagan. 18 yoshida armiya sepiga qatnashib, bu joydami talantini joriy qildirib, bu joydagi san'at kurjiklariga qatnashgan va askarlik majburiyati oyoqlashganda Moskvalik sabdoshlari Muratning qobiliyatiga qoyil bo'lib, uni Moskvaga berib o'qishga da'vat qildi. Murat tavakkul qilib, uyiga qaytmasdan Udul Moskvaga berib, o'z tirishchanligi bilan Ginsin nomidagi Moskva institutiga o'qishga kirib, uni 1996-yili bitirgan. Moskvadagi o'qish uning uchun osonga tushmagan bo'lib, u bir tarafdan o'qib, yana bir tarafdan eg'rinik jismoniy ishlar bilan shug'ullanib, turmush rasxodini o'zi qamdigan edi. Amerikada yashaydigan tarix fanlari doktori Nabijon Tursun 1990 va 1996 yillari orasida Moskvadagi Rossiya Fanlar akademiyasida doktorlik o'qish jarayonida Murat Nasirov bilan do'stlik aloqalarida bo'lgan edi. U Murat Nasirov bilan Moskvada birga bo'lgan vaqtlarini eslab mundaq dedi. Onun yani bir qimmatli yeri, onun özünün Uyghur milli kimligiga bo'lgan söygüsü, umu Uyg'urlarning keyingi vaqtlarda nihoyatda qoyil qilgan bir nuqtaga aylangan. Bu Murat Nasirov haqidagi mening yozgan Murat Nasirov va men degan uzun maqolamda bunun kimligi haqida vafot bo'lishning ilgirki hayot faoliyatlari haqida tafsil to'xtalgan. Murat Nasirov endi vafot bo'lgan 13 yil bo'ldi. Ama onun Uyghur san'atidagi, Uyghur madaniyatidagi o'rni o'chmasdir. Albatta u Uyg'urlarga emas, butun Rossiya, Qozog'iston, alla xalq uchun bir unutilmas bir shaxs hisoblanadi san'at sohasidagi. Uning nomi vatanga keyingi vaqtlarda keng tanildi. Vatandagi yoshlarmi hatto Murat Nasirovni do'rab naqsh etadigan mundaq bir musobaqalarda ahvolni ko'rildi. Menimcha bundaq Uyg'urlardan chiqqan bundaq kishilarni aslash, vafotining mana bu yil 13 yil 1-oyning 19-kuni
xatırlash muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Meyli qandoq bo'lmasin, o'zining shundoq o'z xalq uchun tirishgan odamlar. 1997 yildan keyin uning nomi birdinla butun mustaqil davlatlar do'stligiga keng to'nildi. U Tambovog'i barmoqchi bo'lgan bola nomliq naqsini aytib dang chiqardi. Uning bu naqsi Rossiya jumladan butun mustaqil davlatlar do'stligidagi yoshlarning eng so'yib o'qiydigan va anglaydigan naqsiga aylandi. Murat Nasirov orqadanla ataqliq rus naqshisi Alyona Apina bilan birga Oydin kecha nomliq naqsini va Men demak sendur nomliq naqsini havaskorlarni yana bir qitim zilzilaga soldi. Murat Nasirov naqshi cho'lpini bo'lib qolmasdan balki yana qobil kompozitor va shoir edi. U o'zining dongliq naqshlarining muzikasini va tekstlarini o'zi yozgan edi. U hatto bir qism dongliq rus cho'lponlari uchunmi muzika ijod qilib bergan va naqsh tekstlari yozib bergan edi. Murat Nasirov 2005-yilgacha ruscha mening tarixim uyg'otqin meni kimdir biri ap o'qiladi. Bularning hammasi men bilan bo'lmagan va uyg'urcha qoldim yolg'iz qatorliq 5 naqshlar to'plamini tarqatgan bo'lib, uning plastinkilari keng bozor topdi. Murat Nasirov Moskva sahnasida tunji bo'lib, uyg'urcha Gulayim naqsini o'rindab zilzila paydo qilgan edi. Bu naqsha uning tunji uyg'urcha naqsi bo'lib, u o'zining jarangliq, yangroq, yigani ovozi bilan o'zi qaytadan akkordlashtirgan muzikaga jo'r bo'lib etgan bu uyg'urcha naqsi orqali ruslarni va butun mustaqil davlatlardan kelgan do'stlarni uyg'urcha usul o'ynashga solgan. Lekin u shuningdan keyin bir mezgil uyg'urcha naqshi aytmay, butunlay ruscha va inglizcha naqshlarni aytishga kirishib ketdi. Ammo 2003-yili dadasining vafotidan keyin u birdinla uyg'ur chalg'u asboblaridan ravob, dutar qatorliq chalg'ularni chelishga, uyg'ur chalg'ulari bilan uyg'urcha naqshlarni o'rindashga boshladi. Kimin 4-yili dadisiga beg'ishlab Qoldim yolg'iz nomliq o'zining tunji uyg'urcha naqshi albomini tayyorlab Moskva shahrida nashr qilib tarqatdi. Bu Rossiya tarixida tunji qitim maydonga kelgan uyg'urcha unsin plastinkasi bo'lib, mazkur plastinka Moskva va Rossiya bozorlarida tarqaldi. Mana endi Ruslar uyg'urcha naqshi plastinkasi setib olib anglaydigan manzara shakllandi. Murat Nasirov Moskva televiziyalarining ziyoratlarida uyg'ur chalg'u asboblarini, uyg'ur muzikalarini, uyg'urlarni tanishtirishda onasi bilan birga ekranga chiqib, uyg'ur taomlarini etib ko'rsatdi. Shuning bilan Moskvaning donliq cho'lponlari Alla Pugachyova, Filip Kirkorov va boshqalar uning uyiga berib, uyg'urcha lag'man va mantolarni yeydigan vaziyat shakllandi. Hammadan muhim bo'lgani o'zi haqidagi gazet maqollari, xabarlari, televiziya ziyoratlarida "Men Uyg'ur, dadam Ismoil Sopi Qashqardan" deb tanishtirishni unutmadi. Murat bir Rossiya gazetining muxbiriga mundaq deb bildirgan: "Men Uyg'ur, dadam rahmatlik Ismoil Sopi Nasirov Qashqarda tug'ilgan. Onam Xotira G'uljada tug'ilgan. Men o'zimning uyg'urligimdan faxrlanaman. Men Moskva va Olmatolarda yashayman. Boshqa an'analarni hurmat qilish va o'z an'anamni so'yish bilan birga yashayman."
Murat Nasirovning ayoli Nataliya Latviyalik, o'z saboqdoshi edi. Ular musiqa maktabida birga o'qigan. Ular rasmiy Uyg'ur urf-odati bo'yicha Olmataga berib, ota-onasining uyida to'y qilgan. Lekin ular uzun vaqt birga yashab, texi rasmiy to'y xati olmagan ekan. Ularning 2 farzandi bor. Muratning ayoli bu 2 farzandini o'zi yolg'iz beqib cho'ng qildi. Murat Nasirovning ayoli uning eng samimiy va eng yaqin qo'llovchisi bo'lib, u ayoliga Uyg'urcha o'rgatgandan sart yana Uyg'urcha naqshlarni o'rgatgan. Ular doim sahnada Uyg'urcha naqshlarni jo'r bo'lib aytgan. Ham uningga Uyg'urcha tamoqlarni tayyorlashni o'rgatib qo'ygan. Murat o'z xalqini qancha so'ygancha, o'z xalqi Muratni shuncha so'ydi. Sahnada ulug' to'yimizning qadrli mehmoni, dunyoga tunilgan farzandimiz, estrada yulduzi Murat Nasirov. 2005-yili Olmatadagi Uyg'ur boylari tashkillanib, uningga san'at va naqshi musiqasi bo'yicha 1-darajalik mukofotni berdi. Murat Qashqar, Fayzobod va Maralbeshidagi yer tavrashni anglagandan keyin Moskvadan O'rta Osiyoga kelib, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq jumhuriyatlarda maxsus xayr-saxovatlik naqshi kechaligi o'tkazib, vafot bo'lgan va ofatga uchragan qarindoshlarga motam bildirib, o'zining Uyg'urlik burchini ado qildi. Sözümüzün yarsın seni. Rahmet apa kızım. 2007-yili 19 yanvar kuni Murat Nasirov 38 yoshida olamdan o'tdi. U vafot bo'lgandan keyin Olmataga elib kelinib, Olmataga dafn qilindi. Uyg'urlar Murat Nasirovni eng chunqur seg'inmoqda va xotirlamoqda. Uning nomi butun Uyg'urlarga, ya'ni O'rta Osiyo Uyg'urlar diyori, ya'ni Sharqiy Turkiston va boshqa ellardagi Uyg'urlar orasiga keng to'nildi. Olmatadagi atoqli Uyg'ur san'atkorlaridan Murat Ahmedi
Dilnaz Ahmedi ve başkalar Murat'ını hatırlaş faaliyetlerini elip bardı. Almatı'dakiler her yılı digidek onun hatiresiga beg'ishlab musabaqalarni ve festivallarni o'tkazib keldi. Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonning bir ko'chasini Murat Nasirovning nomi bilan atadi. Rossiya televiziyalarida her yılı digidek Murat Nasirovni xotirlaydigan programmalar beradi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah men Rasulullah Murat bolamni tug'ilgan kunida tabriklab kelganinglarga ming rahmat. Yaqında Murat Nasirovning onasi Xotira xonimning vafoti qaytadan Rossiya ve başka eller matbuotlarida Murat Nasirov bilan birga xabar qilindi. 10 лет без сына. Мама артиста до сих пор не может сдержать слезы. Мурат был самым младшим в семье и навсегда останется для нее ребенком, любимым, спокойным и добрым. Спокойный, тихий, никогда не ругался, не кричал. Я иногда даже голос повысил, он говорит: «Папа». Сразу я уже чувствую, что он мне делает замечания, я уже успокаиваюсь.